Bugun videomizni Wiggle Shuttle ulanishini, yoqib o'chirish ulanishini ko'rsatamiz. Bittalik Wiggle Shuttle. Hozir bunga turlar ulab taxlab qo'yganmiz vaqtini yutish uchun. Mana bunga kelayotgan narsa mana polis kelyapti. Bunga 0. 0 kelyapti. Hozir ulanish jarayonini ko'rsatamiz. Bu da qizil Wiggle Shuttle'ga ulanadi. Mana faza 0 ko'k bu lampochkaga beriladi. Qolgan Wiggle Shuttle ikkinchi simini lampochkaning ikkinchi qizil simiga beriladi. Ko'k bilan qizil ulanadi. Bu yerda qizilni faza Wiggle Shuttle'ga berdik. 0 lampochkaga berdik. Wiggle Shuttle'da qolgan ko'k simni lampochkadan qolgan qizil simga beramiz. Ulanish jarayoni tugadi shu bilan. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana so'rabdi fotoreli e'tibor qiling. Fotoreli mana kelayotgan 0 ham lampochkaga ham fotoreliga kelyapti. Ham bundan faza qorasidan fotoreliga kirib, qizilidan lampochkaga iste'molga chiqib ketyapti. Mana shu qiyin joyi yo'q buni. Mana hozir yopsangiz yonadi. Mana yondi. Mana yorug'da o'chadi. E'tibor bering. Qorasi kiruvchi faza. 0 lampochkaga ham ketyapti, fotoreliga ham ketyapti. Faza mana qizil lampochkaga iste'molga ketuvchi bo'lyapti. Bu qoradan kirib, через fotoreli unga o'tadi. Ishga tushganda yonadi. Qorong'i bo'lganda yonadi ya'ni. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Ulanish sxemasi kontaktor degan ulab qo'yganmiz. Bu joyda 40 amperlik uzoq qo'yganmiz, boridan foydalanganmiz. En ko'kda 0 bo'lib turibdi, qizil faza bo'lib turibdi. Bu kontaktorimizda A1 katushkasiga 0 kelyapti ko'kda. Bu NO 13 bilan 14 yordamchi qo'shimcha kontakt deyiladi. Buni ishlatish uchun qizil yopiq kontaktga kelyapti. Qizil knopkaga, stop knopkasiga. Bu yopiq kontaktdan o'tib, permichka bo'lib, pustni ochiq kontaktorga kelyapti. Bunda ikkita sim chiqqani, mana bu birinchi chiqqani 14 NO ga kelyapti, ikkinchi chiqqani 13 NO normal open kontaktga kelyapti. Hozir ishlatib ko'rsatamiz. Ishlash jarayoni bu pust tomon, yashil tomon, bu qizil tomon. Kametda gipotuza katet debdi, bu yerda katet yo'q. Bu katushkasi bo'ladi faqat 220 da. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bugun Master Wiggle Shuttle kontaktor, через kontaktor ulanadi. Bunda qizil faza bo'lyapti, ko'k 0 bo'lyapti. Qizil bitta gruppani отдельно qilganmiz, fazasini, nimasini. Ikkinchisini через kontaktor. Bunda fazasi keladi, ikki polisli, eng pastdagi polisga permichka bo'lib o'tadi va Wiggle Shuttle'ga keladi. A1 ga 0 keladi har doim. Ikkinchi Wiggle Shuttle ikkinchi simi A2 dan ulanadi. Bundan chiqib ketayotgan sim boyaga mana bu ikkita lampochka uchun chiqib ketadi. Mana yondi. Bizda shu. Bu Master Wiggle Shuttle shoshib uydan chiqib ketayotgan vaqtingizda qaysini o'chirdim, nimani o'chirdim deb o'tirmasdan bitta o'zini shuna yoniq holatida o'chirasiz, ketaverasiz. Hammasini o'chirib beradi. Hali bir ovchi ustiga kelib miltig'imni olsam boshqa yoqqa ketib qolyapti o'q. To'g'rilab bering deganda shunga qarab taqqati bitta urib mana to'g'ri bo'ldi. Bir tanga tillo bo'ladi deganda, shuningga bir tanga tillomi deganda bering degan. Shu taqqati yana urib mana endi bo'ldi, o'z asliga qaytdi.
boshqa yoqqa otib yuravering degan ekan. Nima gunoh qilding desa, men shu bitta taqqati urish uchun 10 yil shogird bo'lganman degan ekan. Bugun bitta malyar kelib, mana shu remontini hech bilan aka $1000 bo'ladi. Qil. 3 kunda qilib ketdi. Jirillayapti-da. 3 kunda $1000 olasan, mardikor 300 ming oladi. U mardikor 300 ming oladi. Usta 300 ming olmaydi. U o'sha uyimizni 3 kunda zo'r qilib 3D qilib deydimi, 5D qilib deydimi, nima bo'lsa ham zo'r qilib remont qilish uchun bilasizmi 10 yil kirasiga haydagan u bechora. O'pkalar tamom bo'lgan. Buguniga qaramaysiz, 60ga qaraylik biz. Obunachilar, yurtdoshlar, hamkasblar, assalomu alaykum. Bugun kontaktorimizni yig'ib qo'yganmiz, ishlashini sxemasini 0. Mana ko'ksimda A1 ga boryapti. Fazasi mana bu qizil tomoniga yopiq kontaktga boryapti. Bundan yopiq kontakt u tomonidan perimichka bo'lib ochiq kontaktga, ya'ni push kontakt nimasiga boryapti. Bu 13NO yordamchi qo'shimcha kontakt mana normal openga o'tyapti. Bu joyda mana bu ikkinchimiz ochiq kontaktimizniki A2 ga borib 14NO normal open qo'shimcha kontaktga ulanyapti, perimichka bo'lib ulanyapti. Hozir ishlatib ko'rsatamiz. Mana ishlagan ko'rinyaptimi?